Oysha onamiz radhiyallohu anha nomlari bilan nomlangan Oysha ustuni yoki muhojirlar ustuni. Bu ustun Oysha onamiz radhiyallohu anhoning nomlari bilan nomlanmasidan oldin muhojirlar ustuni ham deyilgan. Sababi aynan shu joyda Makkadan Madinaga hijrat qilgan sahobiylar to'planishar va dam olishardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hannona ustunini yonida namoz o'qimaslardan ilgari shu joyda namoz o'qishni odat qilgan edilar. Kunlardan bir kuni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mening bu masjidimda shunday bir yaxshi joy borki, agar uning xayrini odamlar bilganlarida edi, bu joyda namoz o'qish uchun talashishar, hattoki bu joyda namoz o'qish uchun qur'a tashlashgan bo'lardilar deganlar. Bu hadisni Oysha onamiz radhiyallohu anha Payg'ambarimiz alayhisalomdan rivoyat qilarkanlar, sahobalarga bu joyni ko'rsatgilari kelmas, lekin Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu qistab so'raganlaridan keyin majbur bo'ldilar mana shu joyni qayerda ekanligini ko'rsatishga. Payg'ambarimiz alayhisalomning ro'za shariflariga kirgan har bir musulmon bu ustunni ziyorat qilishi va mana shu joyda namoz o'qishi xayrli bo'ladi, chunki bu joyda qilingan duolar mustajob.